Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, e'tiborli uchun rahmat. Mana xudo xolisa biz 612 kilometrga inshaalloh akalarimiz bilan birga granitsiyaga kirishlarni juda chiroyli tarzda amallarni oshirib, yana Moskvaga qarab qaytyapmiz do'stlar. Ayni kech bo'lgan paytga nasib qilsa erta tongdan Moskvaga yetib boramiz. Do'stlar, granitsiyaga kirishlar juda ajoyib tarzda bo'lyapti. Oldindan ogohlantirish berib o'tamiz. Soqoli borlar, pasportiga soqol yo'q. Ana yana qanaqa telefonlarni misol uchun tekshirib, keraksiz taqiqlangan videolarni o'chirib, chiqishlaringizni tavsiya qilib qolamiz har doimgidek. Kuzatishga davom etingizlar. Mana akalarimiz bilan bitta savol javob qilamiz. Qanacha borib keldi eshitasizlar. Mana jigarlarimiz. Mana hozir 4 kishi qoldik, 6 kishi edik. Mana shu akadan boshlaymiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi bo'ladi. Mana shu akamizni kim ko'rgan bo'lsa, kim tanigan bo'lsa, bitta layklab olsa, kommentariyaga yozib qo'yingiz. Bu akamiz birinchi marta Gransiyaga chiqqanimizdan boshlab men bilan birga chiqib keladi. Aka, qayerliksiz yana bir bor aytib o'tasiz endi. Namangandan. Borib kelishda qanday bo'ldi sizniki? Borib kelish yaxshi. Dokumentlar qanday edi? Hammasi joyida. Yaxshi borib kelish yaxshi, yo'l yaxshi. 5-marta chiqib kelishimiz Sardor Bey bilan. Xudo xolasa yaxshi hammasi. Yo'llar yaxshi. Borib keldik. Qiyinchiliklar bormi? Bu yo'llarga problema yoki Yo'q, dokument yaxshi bo'lsa, hammasi joyida. Yo'lda problema bo'lmadi, yaxshi. Davolimisiz reyslardan aka? Rahmat. Zo'r. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bega, bu akamiz. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qayerliksiz aka? Biz Namangandanmiz. Chiqishimiz. Birinchi marta. Hammasi yaxshi bo'ldi. Sizniki tanish bilish orqalimi, YouTube'mi? YouTube orqali. YouTube orqali. Birinchi marta chiqishimiz yaxshi. Dokumentingiz bor edimi, yo'q edimi? Dokument registratsiya vaqti o'tib ketdi. Borib kelsa bo'lar ekanmi? Borib kelsa bo'lar ekan. Muammolar bo'lmadimi? Muammo bo'lmadi. Soqollarni o'ylab. Sizda soqolingiz bor edi aka? Soqol bor edi. Qanday bo'ldi aka? Soqollab borsa hech qanaqa ishlama bo'lmayganmi? Yo'q, hech narsa bo'lmas ekan. Soqolliklargachi? Soqolliklar o'zi deport qilar ekan. Mana do'stlar eshityapsizlar. Soqolga ahamiyat qilib. Bizlar ichimizga ko'pchilik edik, 6 kishi edik. Mana hozir dalni momentga 4 kishi qoldik. Bittamiz endi Qozog'istonga ishlash uchun qoldi. Bir kishimiz deport bo'lib ketdik do'stlar. Mana akalarimizni eshityapsizlar. Keyingi akamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Qayerliksiz aka? Qashqadaryodan. Bizni qayerdan topdingiz? Sizni YouTube'dan topdik. Qanday bu reyslar ishonarlimi ekan? Birinchi marta borib kelyapsiz. Ishonarli. Hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Problemalar bo'lib ketmadimi? Yo'q, problema. Dokument qanday sizda aka? Borib kelishga? Dokumentlarim joyida edi. Hamma narsa bor edi-a? Hamma narsa bor edi. Registratsiya. So'rab o'tgan edimi? So'rab tugash arafasiga kelib qolgandi. Chegaraga borib keldim. Sizni anavungiz ham yo'qolgan edi, adashmasam. Migratsionga yo'qolgan edimi? Kimniki yo'qolgan edi? Akaniki edi. Bu reysdan qoniqdingizmi aka? Bo'ladimi? Xursandmisiz? Xursandman. Ko'rib turuvchilarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Borib kelsa bo'larmikan biz bilan? Kelsa bo'ladi. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Bega bir akamiz bor. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, qayerliksiz? Buxoroda. Borib kelishda qanday bo'ldi aka? Dokument qanday sizniki? Hammasi yaxshi. Lekin dokumentlarim birontasi normal emasdi. Рассрочен. Borib kelsa bo'lar ekanmi shunaqa bo'lsa ham? Bo'ladi. Xudo xolasa avvalambor Xudodan hammasi. Albatta. Bir xaylar faqat so'raydi. Aka javob berasizmi yo'lga? Kim javob beradi? Agar nima bo'lsa, davlat xodimlari bo'lsa, nima qila olamiz agar Shunday. Shunaqa. Yaxshi bo'lib kelgan, Xudoga shukr. Migratsionkangiz yo'q edi-a? Immigratsiyonkam yo'q edi. Shu hozir nima pasportda qanday rasm tushgan bo'lsangiz, shunday nima qilish kerak ekanda. Soqollik masalalari bo'yicha ham bir aytib o'ting, tavsiya berib o'ting. Akamiz aytdilarki, shu soqolni olish kerak. Oldin mahamalar yo'q edi. Hali soqolni oldik, mana birikva berdilar, nima qildilar, bir choyxonaga kirib vaqt topib soqollarni oldik. Yana bitta og'aynimiz bor edi, sherigimiz biz bilan bo'lgan. Olmayman deb turib oldi. Mana oqibati bugun biz bilan qaytmadi. Deport bo'lib ketdi-a? Afsus, конечно. Aka, tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Reys ma'qul bo'ldimi sizga? Вообще четко. Hammasi. To'xtatishdan
любой время to'xtat desa to'xtatadi. Ha. Qorni och bo'lsa, har zamonda so'rab qilib, qalay. Yashang. Tavsiya qilaman bolalar. Rahmat aka. Hammasi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Akalar kattaga rahmat sizlarga hammalaringizga. Inshaalloh yaxshi kunlarga har doim ko'rishlik nasib qilsin. Do'stlar, mana akalarimiz bilan eshitlaringiz, kirchiq masalasi bo'yicha aynan soqqol va telefonlarni tekshirish masalasilari juda ham qattiq ichkariga tekshiruv olib borilyapti. Shuning uchun o'sha narsalarga juda qattiq e'tibor berasizlar. Nezasho 10 yil, 5 yil yoki bir umrlik deport bo'lib turib ketishlaringizni oldini olingizlar. O'zlaringizga havola bu narsa. Kuzatishga davom etamiz do'stlar. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha.